Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan juda xursandman. Bugungi videomni Alisher o'g'limning tug'ilgan kuniga bag'ishlaymiz. Boshdan oxirigacha tug'ilgan kunda tayyorlagan taomlarim bilan sizlar bilan ham bo'lishib o'tmoqchiman. Bilmaganlar uchun Alisher meni ikkinchi farzandim. 12 yoshni qarshi oladi va shu sababli uyda o'zimiz oilaviy bayram qilib nishonlamoqchimiz va bu safar hamma narsalarni o'zim uyda tayyorlab mehmonlarimizni xursand qilmoqchiman. Hozir esa ishimizni somsa xamirini tayyorlashdan boshladim. Somsani xamirini shu oddiy olamiz, oddiy xamir tayyorlaymiz. Suv, un va tuz aralashtirib hammasini yumshoqroq xamir tayyorlaymiz. Tingandan keyin yupqa qilib yoyib, undan keyin 3 xil yog' solib yaxshilab yog'lab chiqaman. Ozgina charva, eritilgan charva yog'ini solaman va o'shancha miqdorda margarin va yana shuncha miqdorda paxta yog'i yoki semchka yog'ini aralashtirib hammasini eritib, undan keyin yaxshilab yog'lab chiqamiz xamirimizni. Shu usulda somsa tayyorlab ko'rsangiz, ichlari yumshoq bo'lib pishadi, usti esa qavat-qavat va qarsildoq bo'lib juda ham chiroyli va mazali bo'lib pishadi. Albatta video davomida uni ham ko'rsatib o'taman. Yog'lagan xamirlarimizni tindirishga olib qo'yamiz va tug'ilgan kun tortini boshlaymiz. Tortimizni pishirishni boshlaymiz. 8 ta tuxum kerak, 200 gram eritilgan margarin, 300 gram shakar, bu yerda 240 gram un, 2 ложка kakao va 1 chayna ложка razrihli. Hammasini sitadan o'tkazib aralashtirib olganman. Hozir hammasini yaxshilab mikserlab olamiz. Bu mikserimni hech ham ishlatib ko'rsatmagan ekanman. Buni ham ishlatib turaman aslida. Hozir shu mikser yordamida birinchi biskvitini tayyorlab olamiz. Undan keyin esa 3 soat davomida bezesi pishirilishi kerak. Shuning uchun hozir birinchi biskvitni pishirib olib, undan keyin bezeni qo'yib, qolgan ishlarimni davom ettiraman. Tortimizning biskviti uchun 8 ta chaqilgan tuxumni ustiga 300 gram shakarni solib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. 2 baravar katta bo'lgandan keyin eritib sovitilgan margarin 200 gram solamiz. Yaxshilab aralashgandan keyin esa quruq ingrediyentlarni solamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, un, kakao hamda razrihli silni qo'shib 2 ga bo'lib, undan keyin birinchi yarmini, undan keyin ikkinchi yarmini yaxshilab qo'shib, uni ham 2 ga bo'lib, 2 ta listda tayyorlab olamiz, pishirib olamiz. 10-15 daqiqada ko'rshlarimiz tayyor bo'ladi. Ko'rshlarimiz pishib chiqqunicha esa tortimiz orasi uchun bezemizni tayyorlab olamiz. Beze uchun 6 ta tuxum oqini yaxshilab qotgunicha ko'pirtirib olamiz. Baland оборотda yaxshilab qotganidan keyin esa ustiga 1 stolovoy ложкаdan 350 gram shakarni solib, unchalik baland bo'lmagan оборотda usti silliq bo'lgunicha, glянцевый bo'lgunicha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Uni ustiga esa 1 stolovoy ложка kraxmal va 1 chayna ложка vanilinni qo'shib yaxshilab aralashtirib olib, listga tekis qilib yoyib chiqib, undan keyin 110 gradus issiqlikda 3 soat davomida pishirib olamiz. Ungacha esa funduqlarimizni bitta qovurib olamiz suxoy skовородкада va kremni tayyorlashga o'tamiz. Kremimiz uchun 500 gram sgущенное молоко kerak bo'ladi, 1 litr slivki va 300 gram tvorожный sir kerak bo'ladi. Menda tvorожный sir 220 gramlik ekan va uyda labni bor edi. Undan 80 gram labnidan ham qo'shdim. Juda ham mazali, me'daga tegmaydigan, juda ham bir mayin va mazali bo'lib tayyor bo'ldi krem. Kremimizni yaxshilab однородный massa bo'lib ozgina qotgunicha, anchagina qattiq bo'lgunicha yaxshilab mikserda urib chiqamiz. Kremimiz tayyor bo'lgandan keyin esa tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Birinchi qavat korjimizni ustidan tayyorlab qo'ygan propitka uchun kofe va shakarni aralashmasdan propitka qilib chiqamiz va ustidan quyuqqina qilib
kremni surtib chiqamiz. Undan keyin esa qovurib olgan funduklarni chiroyli qilib terib chiqamiz. Agar masalliqlarimizni ayamasdan solsak, albatta tortimiz ham mazali bo'ladi. Uni ustidan esa ozgina eritilgan Nutella qo'yib chiqamiz. Unchalik ko'p qo'yish shart emas, juda ham shirin bo'lib ketadi. Shu ozgina tabga ko'ra solib chiqsak bo'ladi. Uni ustidan esa ozgina kremlangan bezeyimizni yopishtiramiz. Yaxshi yopishi uchun krem qilamiz va uni ustidan ham shunaqangi krem, yana ustidan funduk va uni ustidan Nutella surib, undan keyin ikkinchi korjimiz bilan yopamiz. Tortimizning nomi Ferrero Rocher. Juda ham mazali bo'lib chiqdi. Men xo'jayinim unchalik ham shirinlikni yoqtirmaydilar, har xil shirinliklarni. Bu tort juda ham u kishiga ma'qul bo'ldi. O'zi tug'ilgan kunimda fistashkoviy medoviy tayyorlagandim. U ham hammaga ma'qul bo'lgandi. Bu esa undan ham mazaliroq, undan ham yaxshiroq, ko'proq ma'qul bo'ldi. Xudo xohlasa Shahrizodani tug'ilgan kunida ham biror bir novinka tort tayyorlamoqchiman. Endi esa ikkinchi qavat korjimizni ustidan yaxshilab krem qilib, undan keyin qaymoq bilan 200 gram qaymoqga 2 plitka shokoladni eritib solib, ganash tayyorlab, ustidan ganashimizni to'kib chiqamiz. Va ustidan xohishga ko'ra biror bir chiroyli dekor qilib chiqsak bo'ladi. Men Ferrero Rocher konfetlaridan foydalandim. Ozgina shu joyi videoga olinmay qolibdi. Chiroyli qilib bezab chiqdim. Haqiqiy Ferrero Rocher konfetlari bilan juda ham mazali bo'ldi. Endi buni qotish uchun ozgina xolodilnikka olib qo'yamiz va somsalarimizga qaytamiz. Bu tort ham sotib olgan retseptlarim orasida edi va o'sha yerda bir ikki xil somsalar retsepti ham bor edi. Ularni ham albatta biror kun vaqtim bo'lganda tayyorlab ko'rib sizlarga ham bo'lishmoqchiman. Juda ham appetitli chiqqan edi. Xudo xohlasa menda ham o'xshaydi deb o'ylayman. Endi esa yuvib chiqqan zuvlachalarimizni ichiga go'shtlarini solib, chiroyli qilib uchburchak shaklida tugib chiqamiz va bezemizdan ortib qolgan tuxum sariqlari bilan chiroyli qilib ustlarini surtib chiqib, tuxum bilan ustidan kunjut sepib, duxovkada 40 minut davomida pishirib olamiz. Juda ham chiroyli va mazali somsalarimiz tayyor bo'ladi. Bu yerda esa tovuq va tuxumlarni qaynatishga qo'ydim. Tayyor bo'lgandan keyin esa Sezar salatini tayyorlaymiz. Sezar salatini bolalar juda ham yaxshi ko'rishadi. Uyda doim biror bir tadbir bo'lsa, tug'ilgan kun bo'lsa, albatta Sezar salati bo'ladi. Biror joy borib o'tirganimizda ham kim qanaqa salat zakaz qilsa ham albatta Sezar salati ham zakaz qilamiz. Lekin hamma joyda ham mazali qilinmas ekan. Bunaqangi salatni buzish menimcha mumkin emas, lekin ba'zi bir restoranlarda borganimizda unchalik ham yaxshi tayyorlashmaydi Sezar salatini. Xullas tovuq, tuxum, pekinskiy kapusta, ustiga pomidor cherry va mayonezini solib yaxshilab aralashtirib, undan keyin ustini yopib olib qo'yamiz. Kreshkilar bilan birgalikda dasturxonga tortamiz. Mana somsalarimiz ham chiroyli bo'lib, qirsillab pishib chiqdi. Bolalar yordamida chiroyli qilib servirovka qildik. Bolalar o'zlari menga bitta ko'rsating, biz o'zimiz qilib chiqamiz deb mendan so'rashgandi. Hatto Shahrizoda ham salfetkalarni qo'yib chiqdi. Chiroyli shunaqangi sveji salatni internetda ko'rgandim, shunaqangi chiroyli podacha qilinishini. Xullas shunaqa qilib bezatib chiqdik. Bu yerda esa tuxum barak zakaz qilgandik. 2 xil zakaz qildik, tuxumlik va go'shtlik. Shunaqangi novinka chiqqan ekan. O'shanaqadan ham zakaz qildik, lekin unchalik menga yoqmadi. Endi kimga qanaqa, lekin go'shtligi unchalik ham bizga yoqmadi. Oddiy o'sha har doim yeb yuradigan tuxumlik, tuxum barakimiz juda ham yaxshi edi deb o'ylayman. Xullas mehmonlarimiz kelishdi. Alisherning o'rtog'i ham keldi. Qo'shnimiz Miraziz chiroyli tilaklar bildirishdi. Alisherga juda ham xursand bo'ldi. Alisher hech kim sovg'a emas, bu safar hamma pul sovg'a qildi. Alisherga juda ham undan ham xursand bo'ldi, chunki sovg'adan ham ko'ra ko'proq pulga doim xursand bo'ladi. Alisher endi pulini yig'ib, bilmadim, bankka qo'ymoqchimi, nimadir olmoqchi, nimadir planlar qilyapti. Xullas tug'ilgan kunimiz shunaqangi chiroyli oila davrasida ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Ovqatimiz esa
qovurilgan baliq edi. Buni xo'jayinim tayyorladilar va tug'ilgan kunning eng kulminatsion momenti albatta tort ustidagi shamlarni puflash. Chiroyli niyatlarini bildirib Alisher tortlarini pufladi. Hammamiz maza qilib tortlarimizni kesib yeb oldik. Sizlarga esa videomni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun katta rahmat deb qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling, o'zingizni asrang.